Salom do'stlar, sizlar bilan Shoh Gaming kanali do'stlar. Bugun sizlar bilan yangi chiqqan 1.22 yangilanib chiqqanda nima bo'ladi hozir ko'rsataman. Minecraftga kirib ketibman, kechirasizlar do'stlar. Ovozim bo'lgan e'tibor qilmaysizlar. Birinchi Telegramga kiramiz. Kirgandan so'ng mana bu yerga lupaga kiramiz. Lupaga kirgandan so'ng katta harflar bilan menda chiqdi 1.20 do'stlar, kechirasizlar, qotyapti-da bu mana 1.20 mana chiqdi. 1.21 122 bet deb chiqdi, mana versiya deb chiqdi. Mana ko'rishingiz mumkin do'stlar. Men mana yuklab olib qo'yibman. Mana shu yerga oxirgisiga bosasizlar chiqadi. Tushunganingizdek umiddaman do'stlar. Judayam nimalar ham bor bu yerda. Mana do'stlar, ko'rganingizdek shunday. Yoki do'stlar, yoki men mana bu mod Minecraft kanaliga tashlayman. Men mana shunaqa kanal ochdim. Keyin mana bu yerda Shoh Gaming degan ham kanal ochdim. Unga ham obuna bo'linglar. Mana Shoh Gamingga ham mana kanal ochdim. Sizlar ko'rasizlar, shu yerga ham tashlab qo'yaman hozirroq tashlayman. Hozir mana bunga kiramiz-da. Mana buni bosamiz. Shoh Gaming deb mana bu yerga yozamiz. Mana buni bosamiz. Hozir mana do'stlar, men Shoh Gamingga joylashtirdim mana. Do'stlar, ko'rganingizdek shu yerda video tugaydi. Do'stlar, videoga obuna bo'lib qo'yinglar va kanal ochdik, shunga ham obuna bo'lib qo'yinglar, like bosib qo'yinglar YouTube'ga. Do'stlar, Yaskoga nimasiga kirdim. Sizlarga ma'lumot. Mana salom deb yozdim. Siz Yasinmisiz dedim. Nimaga YouTube'dan video chiqmayapti dedim. Do'stlar, ular meni xabarimni o'qib ham ko'rishganlari yo'q hali. Mana do'stlar, qaranglar. Mana Yasko gruppasiga ham yozdim. Mana gruppasiga ham yozdim. Mana hech kim javob bermadi. Mana hozir ko'rasizlar. Ovozimga e'tibor bermasizlar do'stlar, kasal bo'lib qoldim. Mana do'stlar, bu yerda nimaga YouTube'dan video chiqmayapti dedim. Keyin adashibsizmi deb yozdi bittasi. Mana do'stlar, ko'rib turganingizdek hammasiga yozdim. Lekin Yaskoni yozmaydi. Do'stlar, ko'ryapsizlar mana qanday qilib Yasko bilan bog'lanishni hozir men sizlarga o'rgataman. Birinchi YouTube'ga kirib olasizlar do'stlar. YouTube'ga kirib o'rgandan keyin do'stlar, mana bu yerga yozasizlar. Yasiko deb yozgandan keyin mana chiqadi. Chiqqandan so'ng mana bu havolaga bosasizlar. Keyin ikkita men bilan bog'lanish bor, keyin Telegram kanal bor. Do'stlar, shu yerga yozsangizlar bo'ladi. Tushungandek umiddaman.
Do'stlar, sizlar bilan Shoh Gaming bo'ldi. Xayr, kanalga obuna bo'ling va like bosing. Bizlar mana 11 tamiz mana. Qaranglar. Hozir ko'rasiz. 12 tamiz ekan 29 ta video. Mana 1 million 200 ta odam ko'rgan. Mana 60 ta like bor. 46 ta komment. Do'stlar, shularni men short ham chiqardim. Shularga ham bosib qo'yinglar. Mana realchilar bo'lsa bosaveradi. Mana. Hozir ko'rsataman. Как пластмасс, вечеринка, мой мир ученика. Я ловлю птичку взглядом, закажу пиццу на... Ko'rib turganingizdek, mana do'stlar, mana bu ham yaxshi. Ko'ryapsiz do'stlar, mana juda ham yaxshi. Mana bu Neymarning stol teli. Do'stlar, mana shu kommentga yozinglar. Sizlarga qaysi futbolchi yoqadi? Menga rasman Pele yoqadi. Pele dunyo quroli bo'lgan avval do'stlar. Do'stlar, sizlar bilan xayrlashib qolamiz. Shoh Gaming bo'ldi. Xayr.